Bu ziyoratimiz judayam biza o'ylagandan-da chiroyli o'tdi. Hamma sharoitlar zo'r, ovqatlar ham bizlar nimasi sharoiti, yeb ishlarimiz ham o'z vaqtida ortig'i bilan xohlaganimizcha bizlar taomlandik. Ka'batullahga borib, Baytullohga borib, mana men shaxsan o'zim 172 marta tavof qildim. Maşallah. Bir kunda 7 marta 4 marta tavof qilib, yana Qur'on Karim o'qib, xatmi Qur'onlar chiqarib o'sha yerda O'zbekistonimizga mana shu qancha kelgan birodarlar hammasiga duoda bo'ldim. Allah razı olsun. Yana onajonim, yana kelaylik, rahmat. Sizday inson bilan kelganligimga shaxsan o'zim juda ham quvondim. Rahmat. Bundan da ishlaringiz bardavom bo'lsin. Amin. Hammamizni ko'nglimizga juda ham qaradingiz. Nima desak, qayerga desak olib bordingiz. Mana Avliyo ota bor ekan-ku, katta Sulayman Rojihi o'shalarga borib qancha ziyoratlarga bordik. yerda ham ziyorat qildik. Qizil dengiz hammasi uchun rahmat. Juda kam bo'lmadi. Men katta hajni isini sezdim bu yerda, mana shu ziyoratda. Maşallah. Rahmat onajonim. Sog' salomat bo'ling. Bizlarga olib kelgan Ixlos nimasiga, firmasiga yanada omad tilayman. Bundan da kengayib, bundan da bardavom bo'lsin. Allah razı olsun. Hammamiz sizlardan rozimiz. Duolarimiz sizlarga ham, qancha o'zim shaxsan o'zimda oilamga duo qilgan bo'lsam, mana shu O'zbekistonimizga bosh bo'lib bizlarga olib kelganlaring uchun sizlarga bizlar qancha duoda o'zimizga duo qilgan sayin sizlarga ham o'sha duolarni qilib o'tirdik onajonim. Rahmat, katta cheksiz rahmat. Hamisha sog' bo'lib, shunday xalq xizmatida mana shunday charchamay yuringlar jonim bolam. Amin. Salomat bo'ling. Bizni tanlaganingiz uchun sizga katta rahmat. Yana kelamiz. Ixlos Travel firmasi orqali og'aynilar kelsin. Inshaalloh. Qani shu yurt nimalarimizga aytamiz. Ne miqdor mana shu kompaniya bilan kelinglar. Men juda ham tasavvurim juda zo'r bo'ldi-da. Allah razı olsun. Umuman aytganda. Ixlos Travel'dan mamnunmisiz? Mamnunman, juda ham. Mana qarang, magazinlar oldimizda nima kerak bo'lsa chop boramiz. Umuman avtobuslar o'z vaqtida borib joyida turadi. Shunday chiqamiz, Ka'batullahga shunday boramiz. U yoqda ham toat ibodatlar qilib, namozlarni, Qur'onni o'qib kelib, shunday chiqamiz, yana avtobus turgan bo'ladi. Yana kelib dam olamiz. Juda ham minnatdormiz. Hammamiz nomimizdan rahmat onajonim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Charchamaylar. Rahmat katta.